Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar egadan arzonliqda Gentra. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida mashinamiz. Yilona keladigan bo'lsak 2015-yil mokra asfalt rangi. Bo'laklarning holati toza. Mana obunachilar kraskasini keladigan bo'lsak, mayda chida bir ikki yenda kraska bor deydi. Strashniy kraska yo'q ekan. Ustaga kelib tekshirib olaverasizlar. Kanalda do'stlar obuna bo'lamiz. Bir like bosib qo'yishni unutmaymiz do'stlar. Salonlar. Mebel suvetini. Yurgan 247 ming yurgan ekan. Salonlarni ko'rib turibsizlar akkuratni. Video registratorlarning bu. Chihol polik bu. Salonlarni. Metan gazlar pakalina. Borlar ham hamma narsasi bor mashina. Vendilamay zimmet yeri var ekan. Buralar ham her toza. Motor ichida rasxat yo'q. Mashina obunachilar Gentra 2015-yil rasxat yo'q. Ba'zi pul zarlikdan sotilayotir bu. Joy solib turmaganlar, shuning uchun sotilayotir, so'rosh sotiladi, naqd pul sotiladi. Bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 85 million so'm pul aytilib turibdi. Aytilishi 85. 85 milliondan 1-2 so'm qaytib kelishib beriladigan yer bor ustunda. Ekranda telefon nomeri bo'ladi do'stlar, bemalol kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.